4 soatdan tushib turib sразу M15 ga kirib ketmoqchisizda. U hech qanaqa tasdig'siz 4 soatda o'zi nima qilyapti? Xo'p, swing emas, mana bu strukturani o'zini atmetga qilsak, mana 4 soat bir marta sinib o'tdi, 4 soat yana bir marta sinib o'tdi mana va 4 soatlik mana minimum, 4 soatlik maksimum yo'q, to'g'rimi? 4 soatlik maksimum yo'q. Hop, mana bu yerda 4 soatga ta'sir qiladigan qanaqadir bloklar ham yo'q. Likvidnost kutib, mana bu yechilishi mumkin, katta ehtimol bilan yechilib ketadi. Shu nima degani yechilish? Ya'ni shu mana narx, misol mana bu aniqlaganimizda ichi narx 1.14.48 mi? Narx mana shu 14.48 ga boradi deganida. Mana shuni buzib o'tib ketadi degani. Likvidnost kechadi degani shu, likvidnostdan o'tadi degani. Hali ko'rs tushuntiraman lekin. O'zadi degani. Xo'p, yana qo'shimcha tarzda qaraydigan bo'lsak, tak, aprel как раз mana nimaga bundoq qildim? Bu haftalikka bo'lib beradi. Ya'ni mana bu nimaga to'g'ri kelyapti? Maksimum hafta, ya'ni bir haftani maksimumi. Ya'ni qaysi bu? O'sha 29-apreldagi maksimum ekan. Haftalik sechani maksimum. Bu katta likvidnost. Likvidnost bozor buni yechib zo'r reaksiya oladi. Buni tortyapti bozor shu tomonga. Xo'p, bu yoqda strukturani o'zini qarasak, impuls koreksiya ko'tarilib kelyapti, to'g'rimi? Mana bu yoqda impuls koreksiya. Xo'p, ko'tarilganda qanaqasi? Order flow bo'lib kelyapti 4 soatda o'ziga. Yana order flow ketdi, tepasi chiqib ketdi. Qarang, tepadagi order flowda. Yana mana bu yerdagi order flow sellga ta'sir qilgan. Takzi mana bu hozirgi order flow narx mana misol range, imitation, mitigation bu yoqqa kelsa yana buy qilishgan. To bu yoqqa kelishgacha hali vaqt bor. Kelguncha hali vaqt bor. Bu yana qat'iy ta'sir qilyapti. Mana chap tomonda flip deb olsak bo'ladi mana. Hozir fliplarni ko'ramiz, sabr deyman to'liq qilib. Mana keldi reaksiya ta'sir qilyapti. Ya'ni mana bu order flow olsak bo'ladi, xohlasak sal kichkinaroq qilib mana bu yerda mana tedona demand zona order block qilib olsak ham bo'ladi. Kiruvchi deb, demand zona kirganda mana shundan buyga qarab ko'rish. 4 soat ideyasi shu. Endi mana M15 ga tushaman. M15 ga tushganimda mana 4 soatlik swing strukturasi, uning ichidan menga endi M15 kerak. Alohida M15 atmetga qilaman. Qarang, M15 ga ham uzoqqa ketish shart emas. Mana bu yerda o'zim bitta atmetga qilsam yetadi mana M15. Xo'p, M15 minimum mana bu yerda turibdi va M15 maksimum hozircha menda yo'q. iBoss birinchi topganim bu yerda ma'qul bo'ladi. Qachon iBoss bo'ladi? Hozir narx mana bunda buzib o'tsa, o'sha mana iBoss minimum sindirsa, keyin mana bu yerda swing tasdiqlanadi. Ungacha emas. Hozir bozor faqat o'sib ketyapti mana. Noxon struktura qarasak ham Noxon minimum M15 uchun mana bu yerda turibdi. Mana shuni yechish kerak. Yechgandan keyin bizga nima tasdiqlaydi. Siz mana shundan kirmoqchisiz. Bu yechilish kerak, lekin siz kirmoqchisiz. Tushundingizmi? Hozir blok sifatida qarasak ham, qaysi trend o'suvchiga bundoq kirib, mana bu blok likvidnost bo'lib bersa, buni yechgandan kirishi mumkin, lekin juda ham ehtimoli kam. Qisqa muddat reaksiya oladi, yana tushib ketib qolishi mumkin. Nega? Chunki bizda 4 soatlik M15 strukturali singan, to'g'rimi? Struktura bizda birinchi o'rinda. Nima deyapti struktura? Har bitta bossdan keyin o'sha time frame orqali korreksiya bo'ladi. Mana buni kamida 50% atrofigacha narx tushib berish kerak. Mana bu yerdagi bloklarni ham qarashingiz kerak. Bu hozir anadan kamgina reaksiya oladi, yana kalla tashlayapti. Tush ehtimoli katta, chunki tegida ham mana likvidnostdan o'tamiz. Lekin narigi tarafda likvidnostni yechib ko'tarilib ketishi mumkin emasmi? Mumkin. O'sha unga chiqish uchun avval bitta kuch yig'ib olish kerak-ku bozor. Likvidnost bu yoqilg'i, hali darsda tushuntiraman. Bitta tomonga borish uchun ikkinchi tomonni olib olish kerak birinchi. Mana buni misol likvidnostni yechib, keyin borish kerak. Yoki bo'lmasa birinchi buni yechib olsa, keyin bularni yechib ketib qoladi. Tushundingizmi? Hozirgi holat uchun ham 2 Noxon bo'ladi, no vajni emas. Hozir bizga bo'li nimadir ko'rsatish kerak. Hozircha bu yerda bozor mana bu yerda o'zidan bayga razvorat berib bo'lgan. Mana bu yerda o'zidan o'sha biz bayga ideya qarab ko'rishimiz kerak edi. Hozir mana shularni o'zidan bayga tasdiq qidirib qarab ko'rsak bo'ladi. M1, M5 davomli. Hamma bu yerda hozir mana indikator yoqsak, Osiyo sessiyasi maksimumi, mana likvidnost yechib ketishiga, mana M1 da kiradigan bo'lsak. M1 da mana ko'rinib turibdi. Mana bu yerda bitta sellga razvorat berdi. Sellga razvorat berib, ko'pchilik mana bu yerda sellga harakat qilgan, mana ozgina tushib berishga harakat qilganda narx mana bu yerdan yurib berib, bitta hammasini likvidnostni mana yechib, sweep qilib yana narx tushyapti. Hozir qisqa muddat hozir mana bu yerlardan sell olish mumkin. Mana bu yerlargacha примерно bloklar mana bu yerdan tasdiq qilib tepaga. Ikki dalish oqib ketadi.
Chunki nega mana bu yerdagi bizlarning bloklarimiz, likvidnoslarimiz bor. Srip nima? Likvidnost yechishi. Hali tushuntiraman. Mana bu yerda yana selga razворот beryapti. Selga razворот berib tepaga chiqib ketyapti. Mana masalan mana bu entryni ko'rsak bo'ladi. RR1 ga 3 yoki 1-2 qilib. Shunda qo'ying. Mana. Endi siz Mana shu qayerdan qo'yasiz sizlar yurak. Men buni quruq anaqa chizib qo'yapman-da, order blokni. To'rtburchak chizib qo'yib. 10 minutes later. Tak, euro USD. Ko'radigan bo'lsak, Oandagi Sizga olib tashlaganmi deysiz? yo turibdi, qaysidir hozir topib qaysidir grafika mana. Mana RR1 ga 3 u verilgan qayerdan kelyapti deysiz. Erib nima degan? Error mana qarang. Risk соотношение. Misol uchun 1% risk olgan bo'lsangiz, RR1 ga 3 turibdi, 3% daromad olasiz. $100 risk qilsangiz $300 olasiz. Ha, masalan, yutqazsam minus bo'lsa $100 minus bo'ladi. Plus bo'lsa 300. Ko'rdingizmi ideyani? Menga mana qanaqa qilib bering, Doniyor.